Alo. Qattasiz! Soat necha bo'ldi? Siz meni oldimga keling, o'zim sizni paytalab tashlayman. Bormadi shuncha ichib. Chiqib qo'ydingmi? Do'stlar, xotinim elbette telefon qilibdi. Meni 70 marta qilgan o'zimiz. Men ham kirib chiqa 2 minutda chiqaman. Qanaqa kirasan? Undan ko'ra mana shu vaziyatdan chiqib ketish yo'lini topishimiz Nima kerak. qilamiz? Bundoq qilamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bir-birimizni sotib qo'yish yo'q. Kecha qayerda edingiz? Kechami? Kecha qayerda edingiz? Dachaga ketayotgandik. Keyinchi. Keyin mashina buzilib o'tiribdi-da. Keyinchi. Ustaxonaga bordik. Xullas men ularga aytdim. Saunaga bormaylar dedim. Kimlar? O'tkir bilan Asqarga Borsa kiyim-kechak bozor bo'yapti. Keyinchi? Keyin meva bozorga kiruvdik. ikkita qiz kutib oldi. Ey dedim, meni aralashtirmalaring, uyda guldek xotinim kutib turibdi dedim. Lekin olib kirib ketishdi. Keyinchi? Yechintirdik. Farali alishgan ekan. Bapra o'ziniki emas ekan. Shundoq yechintirsak, Ikkita katta onor turibdi-da. Nima bo'lsa bo'lar deb turib, shuni ishladim. Voydat deb anu qizlar yugurib yuribdi-da, o'tkir orqasidan qulab yuribdi-da. Men aytdim, dedim. Xotinlarimiz bor dedim. Bizga yarashmaydi bunaqa ish deb aytdim ularga. Siz shunaqa deysizmi? Ana men ham deymanmi? Siz? nech pul ketsin, shuni qilaylik deb o'tkir turib oldi. Keyinchi. Soldik. Nimani soldingiz? Mevalarni pulni berdik-ku. Ishon, hech narsa qilganim yo'q. O'zim shunday uxlaganga soldimda, bundoq ko'zimni qiri bilan qarasam, Ittarib yotibdi-da mashinani. Bor kuchi bilan itardi. Zavat bo'lmadi. Shunda meva-chevalar bilan kvartiraga borsam, Yikusi ham qizlarning oldidan chiqib kelyapti. Aldamayapsizmi? Ular allaqam bo'lishi mumkin. Ular men allagam yo'q. Siz nega kirmadingiz? Kirgizmayapti. nima desam ham xotinim ishonmadi. Mashina ustaxonasini bahona qildim. Ishonmadi. Meni xotinim birdan ishandi. Qanaqasiga? Men rostini aytdim-da. Nimaga? Men kirgizmayman-ku.